Assalomu alaykum, hurmatli bizning xaridorlar, kuzatib boruvchilar. Mana xudo xolisa Xitoydan yengilliklardan yana bittasi Expander jugutimizga keldi. Ko'p funksiyali. Buni asosan ertalabdan kechgacha ofisda o'tiradiganlar yoki zalga chiqib shug'ullana olmaydigan aka-ukalarimizdagi zo'r yechim bo'ladi. Bemalol ayollar ham foydalansa bo'ladi. Buni hozir sizlarga funksiyalarini tushuntirib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, shunaqa ko'rinishda upakovkada bo'ladi. O'zining ichida komplektida shu ko'rinishdagi jugut chiqadi. Sifati juda ham zo'r, ko'rishingiz mumkin. O'zining komplektida bitta bel uchun ikkita uchkasi chiqadi. Hozir bularni ham sizlarda uy sharoitida ketma-ketlikda foydalanishni ko'rsatib o'tamiz. Hovlida uchastkada turadiganlar, kimda agar mana shunaqa turnik bo'ladigan bo'lsa yoki uy sharoitida ham o'sha koridor orasiga, ish bilan orasiga qo'yiladigan turnigi bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'shandan ham foydalansa bo'ladi. Bir yoq tomonini o'tkazib olamiz. Ikkinchi tomonni ko'rishingiz mumkin mana. Shu holatda bemalol tortib ishlatsanglar bo'ladi. Uchkasidan tashqari o'zining ichida shunaqa ko'rinishdagi yana bitta qo'shimcha materiali chiqadi. Hop jugutimizga qotirib olamiz ikki tomoniga. Bu narsa nimaga ishlaydi deganlar uchun orqaga o'tkazasizlar, bu qismga. Uyda bemalol yerga yotgan holatda pressga ishlasanglar ham bo'ladi, hamda oldi tomonga o'tkazib ajimani qilishga ham ancha yordam beradi. Ikkinchi variantimiz uyimizda turnik yo'q desanglar, ofisda ham, uyda ham shu eshik bo'ladi. O'zini tepa qismida, bir yoq uchida mana dumaloq ko'rinishdagi plastmassasi bo'ladi. Eshikni ochasizlar, tepa qismiga o'tkazasizlar, siqib qo'yib, yana yopib qo'yasizlar va tortaverasizlar. To'g'risida bemalol sizlarga ishlab beradi. Hozir video davomida shu eshikda turgan holatida ish-tushlar joyini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, birinchi mashqimizda yelkani orqa qismiga o'tkazib olib, bemalol pressga ishlasak bo'ladi. Pressga ancha yordam beradi bu mashg'ulotimiz, bu mashqimiz. Ikkinchisi shunaqa stulga o'tirib olib, oyoq qismiga qo'yib, oyoqni orqa tomoniga ishlasa bo'ladi. Uchinchi mashqimiz yana yelkani orqa qismiga o'tkazib, pressga ishlaymiz. Prisidaniya qilamiz. Shu ko'rinishda bemalol ajimani qilsanglar ham bo'ladi. Ruchkaga o'tkazib olib, o'sha trenajyor zalidagi silovoylarda ishlagandek qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Ko'rganingizdek funksiyasi juda ham ko'p. Istalgan mashqni bajarsanglar bo'ladi. Ushbu Expanderimizni sizlarga qo'ldan kelgancha video obzor qilib berishga harakat qildik. Kimga shu mahsulotimizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib buyurtma bersangiz bo'ladi. Toshkent shahar ichida dastavkamizni Yandex orqali, viloyatlarga BTS pochtadan yo'ramiz. Narxi atiga 199 ming, 199 ming narxi ichida sizlarga bonus tariqasida bitta oyoq uchun rezinkamizdan qo'shib beramiz. Videoni yaqin do'stingizga borib qo'yish esdan chiqmasin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Mega Sport.